ChatGPT asoschilaridan biri Zak Kass Toshkentga tashrif buyurdi. Katta bir forum bo'ldi. Mana bunda qatnashdim. Va forumdan keyin birga bir o'sha face to face business lunch qilib bir o'tirib gaplashdik. Shunda Zak juda zo'r bir fikr aytdi. Aytdiki, Murod deyapti, mana bunaqa sun'iy intellekt davrida hamma yoq robotlashayotgan, texnologiya kuchayayotgan paytda inson nima qilish kerak? Inson ko'proq insoniylashish kerak. Insonning xarakteri, urf-odatlari, madaniyati, muomalasi, mehri, muhabbati, mana shu bilan inson va inson shu bilan o'zini saqlab qolish kerak degan bir yaxshi bir insight oldim va Zak bilan hamkorlikka erishdik. Birinchisi O'zbekiston 2030 strategiyasida, sun'iy intellekt bo'yicha strategiyasida Zak bizga konsultant bo'lishga rozi bo'ldi. Ikkinchisi O'zbekistondagi o'sha katta IT mutaxassislari, rahbarlari bilan birgalikda biz Silicon Valleyga borib, o'sha OpenAI, ChatGPT komandasi bilan yaqindan tanishish bo'yicha hozir loyiha ustida ishlayapmiz. Va uchinchisi, xabaringiz bor, anchadan beri O'zbekistonda o'sha data center qurish bo'yicha, ya'ni sun'iy intellektga asoslangan tizimlarni infrastrukturasini qurish bo'yicha ishlayapmiz. Aynan mana shu loyihada ham Zak rozi bo'ldi bizga xalqaro konsultant bo'lib qatnashishga. Kuzatishda davom eting. Yangiliklar hali oldinda.